Mana bizdagi sharoit mana ikkita Andijon shahardan ikkita bola bor, men borman, xotinim bor. Mana bizga ish beruvchi mana bizga bergan narsasi mana shuni berdi. Mana bu krushkani berdi. Bu krushkaga ham o'rgamchi inso bor, qaranglar mana. Mana shu krushkani berdi. Mana krushkani berdi, mana uni. Mana shu joyni berdi, mana shu joyimiz. Lekin yolg'on bo'lmasa, avtobusga chiqqanimizda ham kichik narsa bergan. Bir donadan olmay yana nimadir bergan. Lekin mana ahvolda yashayapmiz mana. Hozir bu ikkita oshnamiz andijonlik bolaning sharoiti bu. Meniki hozir narigi xonada, uni ham ko'rsataman. Lekin hurmatli hokimimizdan iltimos, bunaqa qilib bizni bunchalik qilib tashlab bermasin ularning qo'liga. Bizga hozir $300 oylik borsa, nari borsa $400 oylik qilib bera olmayman. Kvartirani o'zing to'laysan, pitaniyani o'zing qilasan, ishga borib kelishdi, yo'l kirasini ham o'zing to'laysan deyapti. Dvornik obodonlashtirishga ekan. Shunga men hayron bo'lyapman, nima qilamiz bilmayman. Hozir anaqa joyga ketyapmiz, bilmayman. Qanaqa qilishga ham hayron. Mana katta anaqada 4 kishi qoldik hozir. Mana men o'zim xonamga qarab chiqib ketyapman. 4-chi etajdamiz, bor 3-chi etajda. Lekin sharoit yaxshi mazalidik. Hozir majbur. Men birodar o'zimni yuzimni ko'rsatib chiqdim. Endi mayli, nima qilsa ham menga qattiq gap deganmi, nima degani bilmadim. Endi lekin sharoitda aytyapmiz-da, endi $400 dan oylik bersa, bu oylikni mana sharoit meniki. Mana sharoitdamiz. Mana ayolim bor. Ayolimni ham oyog'ini ko'rsatib qo'ydim. Mana yolg'on bo'lmasin, mana bizga bergan, shu bizni ish bilan ta'minlaydigan odam bizga mana shu berdi. Mana ikkitadan qo'shib ikkitadan vilka berdi. Mana 2 krushkani berdi. Mana ikkita olma bor. Keyin bir parcha tovuq go'shti, 2 kuso non bo'lgan. Uni men bilmabman-da, videoga olmabman shu narsalar. Ozgina narsa bergan. Mana ko'ringlar. Lekin cho'ntagimizda pulimiz ozroq ekan, mana Pepsi olib kirdik, unaqa suv olib kirdik. To'g'risi, hozir ujinga qolgan narsamiz bor, mashi, mana. Ne только ujin. Ertaga zaptirigimizga ham hamma yo'g'imizga mana shu narsalar bor. Shunga musadar bizga ish beruvchilardi. Bir anaqaga olinglar, nimaga unaqa bo'lyapti? Hozir bu yerda 20 ta odam bor edik, 16 ta odam mana shu tanish bilish qilib chiqib ketdi. Shunga mana shu bizga ish beruvchilar bermadi u ishni. O'zlari tanish bilish qilib chiqib ketdi. Hozir 4 kishi qoldik biz. Mana shu 4 kishi endi bilmayman nima qilamiz. Cho'ntagida pul ham yo'q. Mana shu sharoitdamiz hozir.